Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun 2026-yil 9-iyun sanasi Moskva vaqti bilan soat 11:55 ni ko'rsatmoqda. Ushbu ko'rib turgan kurslaringiz, ya'ni $100 kursimiz 7150 rublni tashkil etmoqda. Bu Rossiyaning Sentral bankidagi dollarni rublga nisbatan kurs hisoblanadi. Adashtirib olmanglar, bu Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslari emas. Biz xoslar Telefonlar yomg'iri. Anjirpayda mega aksiya boshlandi. Endi Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazib, zamonaviy smartfonlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Omadli o'tkazma aksiyasi. Har $100 naqd pul o'tkazmasi uchun sizga bitta anjir beriladi. Qanchalik ko'p anjir yig'sangiz, yutish imkoniyatingiz ham shunchalik oshadi. Aksiya davomida 15 dona Samsung Galaxy A07 o'ynaladi. Har 10 kunda jonli efir orqali g'oliblar aniqlanadi. Random dasturi orqali 5 nafardan g'olib tanlanadi. Referal marafon ham sizni kutmoqda. Do'stlaringizni Anjirpayga taklif qiling. Reytingda yuqoriga ko'tariling va quyidagi sovrinlardan birini qo'lga kiriting. iPhone 13, Samsung Galaxy A30Z, Redmi Note 15 Pro. Aksiya muddati 24-maydan 24-iyungacha. Anjirpay bilan pul o'tkazing, do'stlaringizni taklif qiling va telefonlar yomg'irida siz ham g'olib bo'ling. mana shu ekranda ko'rinib turgan 11 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini, undan keyin esa mana shu ekranda ko'rinib turgan 15 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Undan avval esa biz birinchi o'rinli O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari bilan sizlarni tanishtirib chiqamiz. Birinchi o'rinli O'zbekistondagi dollar kursini aytib o'tamiz. O'zbekistonda $100 kursimiz 1,196,840 so'm tashkil etmoqda. Endi esa yevro kursini aytib o'tamiz. 100 euro kursimiz esa O'zbekistonga 1,382,588 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiya rubl kursini aytib o'tamiz. Rossiya 1000 rubl kursimiz esa O'zbekistonga 167,511 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qadrli kanalimiz obunachilari, turk lirasini aytib o'tamiz. 1000 turk lirasi esa O'zbekistonga 259,504 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qozoq tangasini aytib o'tamiz. 1000 qozoq tangasi esa O'zbekistonga 24,596 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qirg'iz so'mini aytib o'tamiz. 1000 qirg'iz so'mimiz esa O'zbekistonga 136,866 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Agarda shu videolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'ladigan bo'lsa, videodan like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda o'ng tarafda tepada qora rangda pastda yozib turgan bo'lsa, shuni sizga bir marta bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Qadrli kanalimiz obunachilari, biz sizlarga endi Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini hozirgi kundagi eng nomeradiy programmalardan biri bo'lib turgan Anjirpay programmasi orqali ko'rsatishni boshlaymiz. Sizlarga yana bir foydali ma'lumot aytib o'tamiz. Hozirgi kunda Anjirpay programmasida mega aksiya ketmoqda. Ya'ni shu programmadan pul jo'natgan holatda siz telefon egasi bo'lishingiz mumkin. Ya'ni siz shu programmadan har $100 jo'natganingizda bitta anjir beriladi. Bu bitta anjir telefon yutib olish imkoniyatingizni bitta urinish hisoblanadi. Misol uchun siz $500 jo'natadigan bo'lsangiz, sizga 5 ta anjir beriladi va sizda 5 ta imkoniyat hosil bo'ladi. Har 10 kunda mana shu Anjirpay programmasi orqali jonli efirda ushbu g'oliblar aniqlanadi. Ya'ni pul jo'natganda anjir yig'ib telefon yutib olishingiz, ya'ni Samsung Galaxy A07 telefon yutib olishingiz mumkin. Bundan tashqari referal marafon orqali ham telefon yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni sizga podrom tugasini bosganingizdan keyin sizga silka beriladi. Ya'ni siz yaqin do'stlaringiz, oshna og'aynilaringiz mana shu programmadan registratsiyadan o'tayotganda sizni promokodingizni teradigan bo'lsa, sizga nomingizga bitta referat yoziladi. Ya'ni shu odam mana shu programma ichida 5000 rubl ishlatadigan bo'lsa, aktivlashadi. Ya'ni sizga bitta referat yoziladi. Ushbu referal marafonda ham har 10 kunda Anjirpay programmasi orqali telefonlar yutib olishingiz mumkin. Bu referal marafonda Samsung Galaxy A30Z, iPhone 13 Pro Max va Redmi telefonlar yutib olishingiz mumkin. Imkoniyatni qo'ldan boy bermaysizlar. Ushbu programma orqali juda ham qulay kurslarda pul jo'natib, yoningizga pul ekonom qilishdan tashqari yana telefon yutish imkoniyatingiz ham paydo bo'lmoqda. Biz xoslarga dollar jo'natish kurslarini aytib o'tadigan bo'lsak, 7478 rublimiz O'zbekiston barcha viza hamda naqd pul o'tkazmalariga $100 bo'lib ketmoqda. Endi esa Zolotoy koronani ko'rsatib o'tamiz.
Zolotoy Korona 100 dollar kursimiz 7371 rublni tashkil etmoqda. Sendi programmasini ko'rsatib o'tamiz. Sendi programmasi 100 dollar kursimiz 7463 rublni tashkil etmoqda. Endi esa Mirpurlagi programmasini ko'rsatib o'tamiz. Mirpurlagida o'zbek frank kodi bilan 100 dollar kursimiz 7422 rublni tashkil etmoqda. Endi esa Sberbank programmasini ko'rsatib o'tamiz. Sberbank 100 dollar kursimiz 7493 rublni tashkil etmoqda. Endi esa Yubor programmasini ko'rsatib o'tamiz. Yubor programmasi 100 dollar kursimiz 7437 rublni tashkil etmoqda. Endi esa MP programmasini ko'rsatib o'tamiz. MP programmasi 100 dollar kursimiz 7478 rublni tashkil etmoqda. Endi esa Pagram programmasini ko'rsatib o'tamiz. Pagramda ko'rishlari mumkin 100 dollar kursimiz 7478 rublni tashkil etmoqda. Endi esa QuickPay programmasini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu QuickPay programmasi 100 dollar kursimiz 7408 rublni tashkil etmoqda. Ko'rishlari mumkin. Bundan ko'rinadiki 2026-yil 9-iyun Moskva vaqti bilan soat 12:02 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng arzon dollar jo'natish kursi programmasi bu Underpay programmasi hamda MP programmasi bo'lmoqda. Ya'ni ko'rishlari mumkin 7478 rublimiz O'zbekiston barcha viza hamda naqd pul o'tkazmalariga 100 dollar bo'lib ketmoqda. MP programmasida ham aynan xuddi shunaqa kurslar, ya'ni 7478 rublimiz O'zbekiston barcha viza hamda naqd pul o'tkazmalariga 100 dollar bo'lib ketmoqda. Yana bir foydali ma'lumot aytib o'tamiz. Underpay hamda MP programmalari orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natadigan bo'lsangiz 7 sonli kod bo'ladi. O'zbekistondagi Mikrokredit bank, Garant bank va Universal banklarda ushbu pul jo'natmasini bemalol naqd pul ko'rinishida qabul qilib olishingiz mumkin. Mana qadrli kanalimiz obunachilar, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslari hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Endi esa mana shu shakllanib ko'ntirgan 15 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Har bitta programmani kamsita qilib mirubl ustiga qo'shib bir yil hisoblab aytib o'tib ketamiz. Underpay programmasidan boshlaymiz. Shu programmada atigi 10 rubl kamsita qolinadi, ya'ni kartangizdan 1010 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 159800 so'm bo'lmoqda. Keyingi programma SalamPay programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsita qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 15740 so'm bo'lmoqda. Keyingi programmamiz MP programmasi bo'ladi. Shu programmada atigi 14 rubl kamsita qolinadi, ya'ni kartangizdan 1014 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 159800 so'm bo'lmoqda. Keyingi programmamiz Mirpurlagi programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsita qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 161850 so'm bo'lmoqda. Keyingi programmamiz Avsend programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsita qolinadi. Ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 155262 so'm bo'lmoqda. Keyingi programmamiz QuickPay programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsita qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi va O'zbekiston barcha plastik kartalariga 159858 so'm bo'lmoqda. Keyingi programmamiz Pagram programmasi bo'ladi. Shu programmada 97 rubl kamsita qolinadi, ya'ni kartangizdan 1097 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 159800 so'm bo'lmoqda. Keyingi programmamiz Tinko programmasi bo'ladi. Shu programmada har oy sizga 20 ming rublgacha limit beradi, ya'ni 20 ming rublgacha siz pul jo'natganingizda sizdan hech qanaqa kamsita qolmaydi, ya'ni 1000 rublni o'zi O'zbekistonning barcha plastik kartalariga 152393 so'm bo'lmoqda. Keyingi programmamiz Zolotoy Korona programmasi bo'ladi. Shu programmada ko'plab programmalar singari 50 rubl kamsita qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi va O'zbekistonning barcha plastik kartalariga
Ko'rishlari mumkin 160.281 so'm bo'lishadi. Keyingi programmamiz Sendi programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsitma qolinadi, ya'ni kartangizdan 1 million rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 162.500 so'm bo'lishadi. Keyingi programmamiz Yubor programmasi bo'lmoqda. Shu programmada 50 rubl kamsitma qolinadi, ya'ni kartangizdan 1 million rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 162.500 so'm bo'lishadi. Keyingi programmamiz Seza programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsitma qolinadi, ya'ni kartangizdan 1 million rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 161.504 so'm bo'lishadi. Keyingi programmamiz Unet Mobile programmasi уже registratsiyani chiqarib oldi. Keyingi programmamiz Sberbank programmasi bo'ladi. Sberbankdan Hamkorbank plastik kartasi mikro bo'limiz 154.625 so'm bo'lishadi. Sberbankdan Agrobank plastik kartasi mikro bo'limiz 150.760 so'm bo'lishadi. Sberbankdan Xalqbank plastik kartasi mikro bo'limiz 150.760 so'm bo'lishadi. Sberbankdan Milliy bank plastik kartasi mikro bo'limiz 150.760 so'm bo'lishadi. Sberbankdan Mikrokredit bank plastik kartasi mikro bo'limiz 150.760 so'm bo'lishadi. Sberbankdan Uzumbank plastik kartasi mikro bo'limiz 156.822 so'm bo'lishadi. Bundan ko'rinadiki, 2026-yil 9-iyun Moskva vaqti bilan soat 12:06 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng baland rubl jo'natish kursi programmasi bu Anjir Pay programmasi bo'lmoqda. Ya'ni shu programmada atigi 10 rubl kamsitma qolinadi, ya'ni kartangizdan 1010 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 159.800 so'm bo'lishadi. Undan keyingi eng balandi MP programmasiga ketmoqda, ya'ni shu programmada atigi 14 rubl kamsitma qolinadi, ya'ni kartangizdan 1014 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 159.800 so'm bo'lishmoqda. Mana qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslari hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Agarda shu videolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa, videodan like tugmachasini bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlashlaringizni unutamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.